İstanbulda 12 avgustdan 24 avgustgacha davomlashgan 7 navbatlik Hurra Lo'nqisi futbol musobaqasi muvaffaqiyatli oxirlashdi. Sharq Turkiston Tantarbiya va taraqqiyot jamiyati o'rinlashtirgan mazkur musobaqaga jami 12 komanda qatnashgan bo'lib, har qatimliq musobaqalar Uyg'ur tomoshabinlarining olqishlari va madadlari bilan qizg'in kayfiyatda davomlashdi. 2 hafta davomlashgan guruh musobaqalari va shollash musobaqalaridan keyin Aynak komandasi bilan Bug'ra komandasi 3-likni talashishga, Eli Mashrab komandasi bilan O'qu Uyg'ur komandasi chempionlikni talashishga tanlandi. Natijada Bug'ra komandasi 3-likka, Eli Mashrab komandasi 2-likka erishdi. O'qu Uyg'ur komandasi 7 navbatlik Hurra Lo'nqisi futbol musobaqasining chempioni bo'ldi. Musobaqadan keyin tashkilot mas'ullari, jamoat arboblari komanda a'zolariga mukofot tarqatib berdi. Musobaqaning chempioni O'qu Uyg'ur komandasiga Lo'nqa medal va 12 ming lira naqd pul mukofot berildi. 2-likka erishgan Eli Mashrab komandasiga Lo'nqa medal va 8 ming lira naqd pul mukofot berildi. 3-chi bo'lgan Bug'ra komandasiga Lo'nqa medal va 6 ming lira naqd pul mukofot berildi. Undan boshqa bir qism mahirlarmi ayrim mukofotlangan bo'lib, Aynak komandasidan Sardar bu yillik munavvar futbolchi, Eli Mashrab komandasidan Mustafa Munavvar Vartar, O'qu Uyg'ur komandasidan Abdurahmon Munavvar yosh futbolchi, Tug'luq komandasi bo'lsa Munavvar yangi komanda bo'lib baholandi.